Sun'iy intellekt bilan video yoki rasm qilish uchun siz hech qanaqa AI kurslarida o'qishingiz shart emas. Sababi xuddi shu videoni o'zida qanaqa qilib bepulga rasm qilishni va qanday video modelni qayerga to'g'ri ishlatishni ko'rsatib beraman. Qo'shimchasiga shu videoni o'zida noldan rasm yaratib, uni jonlantirib video aylantirishgacha bo'lgan to'liq yo'riqnomani ko'rsatib beraman. Xo'p, video boshlanishidan oldin aytib o'taman, siz sifatli rasm yaratishingiz uchun siz hech qanaqa pul to'lashingiz shart emas. Ammo sifatli video qilmoqchi bo'lsangiz, siz unga investitsiya kiritishingiz shart. Xo'p, AI da sifatli video yaratishni o'zini prinsipi bor. Keling uni ko'rib chiqamiz. Xo'p, har qanaqa AI trend video yaratayotganda sizda sifatli rasm kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib siz rasmni yaratib olasiz. Undan keyin esa sizga kerak bo'ladigan narsa bu video model. Biz video modellarni yana ko'rib chiqamiz. Sizga rasm, ya'ni sifatli rasm va video model kerak bo'ladi va o'shandan keyin siz sifatli video yarata olasiz. Bu xuddi shunaqa oddiy AI ni sifatli har qanaqa ko'rib turgan trendlarni videosini yaratish uchun bo'ladigan prinsip. Ya'ni hammasi xuddi shu prinsip orqali yaratilgan. Birinchi bo'lib rasm yaratib olasiz, keyin uni qanaqadir bitta video modelga berasiz va sizga u video yaratib beradi. Xo'p, bu yerda asosiy joyi bu uni prompti, ya'ni video modelga berganda siz unga qanaqadir to'g'ri prompt bersangiz, sizning videongiz o'shanga qarab ishlab chiqadi. Xo'p, bu yerda asosiy maqsad bu yerda prompt va qanaqa video modeldan foydalanish. Biz video modelni qaysilardan foydalanishni yana video davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p, promptni o'rganish uchun siz mana pulli community'ga o'tishingiz mumkin. Uni men описаниеda qoldirib qo'yaman. Rasm yaratishning o'zi ikki xil yo'li bor, ya'ni ikki xil hozirgi kunda eng zo'r bo'lgan modellar bor. Birinchisi bu GPT Image va ikkinchisi bu Nano Banana Pro. GPT Image hozirda o'zini yangi modelni ishlab chiqardi. GPT Image 2 adashmasam. Va bu hozir o'sha Nano Bananadan ham yaxshiroq sifatliroq rasmlar ham yaratmoqda. Lekin buni minus tomoni bu pullik. Siz uni ChatGPT orqali ishlatsangiz bo'ladi va third party platformalar orqali, ya'ni agar eshitgan bo'lsangiz, Hixweb bor, Syntax bor, boshqa platformalar orqali ularni o'zini podpiskasini, ya'ni obunasini sotib olasiz va GPT Image ni bepul ishlatishingiz mumkin. Nano Bananani esa siz tekinga ishlatishingiz mumkin, ya'ni uni o'zini Google'ni o'zini sun'iy intellekti bo'lgani uchun siz uni Google Flow degan sayt orqali bemalol rasmlarni, sifatli rasmlarni tekinga ishlatsangiz bo'ladi. Shuning uchun sizga maslahatim, Nano Banana bilan siz sifatli rasm yarata olasiz, uni video modelga berasiz va yaxshi prompt bilan albatta va u sizga video yaratib beradi. Bo'ldi, xuddi shunaqa oddiy narsa. Buni ko'pchilik mana shuni pulga ham sotadi, lekin har qanaqa trendni xuddi shu prinsip orqali bajarasiz. Xo'p, endi keling o'zimiz xuddi shunga asosan bitta video yaratib ko'ramiz. Men yaratmoqchi bo'lgan video bu yerda qanaqa qilib o'sha hozirda predmetlar gapiryapti, o'sha predmetlarni gapirtirib ko'ramiz. Uning uchun men nima qilaman? Uning uchun Googledan Google Flow deb izlayman. Boya aytib o'tganimdek, Google Flow bu o'zini Google'ning veb-sayti va siz bu yerda Nano Banana bilan sifatli veb-sayt yaratsangiz bo'ladi. Google Flow degan saytga o'tasiz. Bu yerdan sizdan registratsiya qilishni, ya'ni ro'yxatdan o'tishni so'raydi. Ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin sizga xuddi shunaqa interfeys ko'rinadi. Xo'p, bu yerdan siz New Project tugmasini bosasiz va bu sizni yangi interfeysga olib o'tadi. Yangi interfeysga olib o'tganda siz bu yerda nima ko'rishingiz mumkin? Mana bu o'rtada bu bizada qanaqadir media rasm yaratsangiz xuddi shu panelda ko'rinib turadi. Pastda esa bizning chat qismimiz. Chat qismiga siz mana bu plus orqali o'zingizning rasmlaringizni, ya'ni referenslaringizni qo'shishingiz mumkin. O'ng tomonda o'sha chat qismining o'ng tomonida esa biz modellarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda image modeli bor va video modeli bor. Video modeli mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Pastda 80 credits deb qo'yibdi, ya'ni 80 ta kredit bizadan sarflaydi agar video qilmoqchi bo'lsak. Buning bitta minus tomoni, bu yerda faqat video modellari bor. Men bu haqida chuqur kirmayman, chunki bu yerda o'zim ishlatmayman. Keyinroq video davomida qayerda to'g'ri ishlatishni ko'rsatib o'taman. Lekin bizga hozir bu yerga image modeli kerak. Image modelida ham bizda 3 xil bor. Image Nano Banana Pro, Nano Banana 2 va Imagine 4 degani, ya'ni Imagine 4. Sizga maslahatim Nano Banana 2 ni ishlatish. Bu o'zini sun'iy intellekti, yangi sun'iy intellekti, ya'ni bu yerdan siz format tanlaysiz va nechta output chiqishi, ya'ni nechta sizga natija kerak. Biz bu yerga 9, 16 ni qo'yamiz, chunki biz hozir TikTok uchun, ya'ni TikTok formatda trendli video qilmoqchimiz. Endi siz bu yerga promptni kiritishingiz kerak. Men promptni o'zimga tayyorlab qo'ygandim. Xo'p, mana shu bu meni promptim. Bu prompt JSON prompt, ya'ni JSON prompt farqi oddiy promptdan. JSON prompt juda ham detalli bo'ladi
va rasmingizni sifati juda ham yaxshiroq chiqadi. Ya'ni promptda nima deyilgan bo'lsa, o'shanaqa chiqadi rasmda. Men promptni o'zimga tayyorlab oldim. Promptni tayyorlab olganimdan so'ng biz bu yerdan nastroykasini, ya'ni sozlamalarni to'g'irladik va send tugmasini bosamiz. Bu yerga bir vaqtni o'zida bu bizga 4 ta natija chiqarib beradi va bizga qaysi biri yoqqan bo'lsa, o'shani tanlab, o'sha bilan birga ishlaymiz. Xo'p, mana bu bizga natijalarni chiqarib berdi. Boya aytib o'tmaman, promptda yozilgan ediki, men oshni, ya'ni palovni gapirtirmoqchi edim. O'shani xuddi shu stilda qilib, JSON prompt, ya'ni o'zimga prompt tayyorlab olgandim va bu menga shunaqa natijalar chiqarib berdi. Siz bu yerdan o'zingizga yoqqan tanlaysiz. Men ham o'zimga yoqqan tanladim. Mana shu yoqda menga. Men buni 2 ga upscale, ya'ni 2 ga darajasida o'zimga yuklab olaman. Xo'p, yuklab olganimdan so'ng men video modelga, ya'ni Syntax AI ga o'taman. Hop, Syntax AI bu o'zi video model emas. Siz bu yerda har qanaqa video, rasmlar ham ishlatsangiz bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, bu o'sha third party platforma, ya'ni bu yerda videoni ham topa olasiz, boshqa video modellarni ham topa olasiz. Biz bu yerdan video modeliga o'tamiz va bu bizdan kredit so'raydi, ya'ni token so'raydi. Mana bu yerda menda ko'rishingiz mumkin, 2300 ta tokenim bor. Siz mana bu yerdagi video degan tugmani bosib, video qismiga o'tib olasiz. Video qismiga o'tib olgandan so'ng siz bu yerda nima ko'rishingiz mumkin? Xo'p, xuddi shunaqa videoga o'tib olgandan so'ng siz bu yerda o'ng tomonda ko'rishingiz mumkin. Modellarni bu yerda Kling bor, Sora bor, ya'ni Seedance, juda ham mashhur modellar bor. Bu yerdan o'sha modelni sub modeli, ya'ni qaysi yaxshiroq o'zini modelning variantlari bo'ladi, o'shalari ham bor. Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz, ya'ni qaysi mana shu modellardan qaysini qanday holatda to'g'ri ishlatish kerakligini. Men o'zim uchun bu yerda jadval tayyorlab oldim. Keyin shu jadval orqali men sizga tushuntirib o'taman. Bu yerda bizda birinchi qismda modellar turibdi. Ya'ni Seedance bor, bu yerda hozirgi eng zo'r sun'iy intellektlardan biri. Kling bor, Kling Motion Control, Google Veo 3.1 va Kling O1 Edit degan modellarimiz turibdi. Ikkinchi qismda esa har 1000 ta kreditni mana shu modellar orqali siz qancha foydalana olishingiz. Keyingi qismda esa zo'r tomoni va oxirgi qismda esa yomon tomonini men bu yerda jadval sifatida tayyorlab olganman. Biz Seedance 2.0 modeliga keladigan bo'lsak, bu modelni zo'r tomoni bu hozir juda ham trendda yuribdi. Bu orqali siz o'sha Pixar animatsiyalik, kinolik yoki animatsiyalik multfilmlar ham tayyorlasangiz bo'ladi. Bu hozirgi kundagi eng zo'r sun'iy intellektlardan biri, lekin bu juda ham qimmat. Mana bu yerda men yozib qo'yganman, juda qimmat deb. Sababi, sizda agar 1000 ta kredit bo'lsa, 1000 ta kreditning narxi taqriban $30 shunaqa. Agar sizda 1000 ta kredit bo'lsa, bu siz o'sha 1000 ta kredit orqali 10-12 ta 10 sekundlik videolar tayyorlay olasiz. Ya'ni bu yerdan siz 10 ta 12 ta video orqali hammasi ham zo'r sifatli video bo'ladi deb hech kim garantiya bermaydi, chunki u sizning promptingizga bog'liq. Lekin shu 10 ta taqriban videolar yarata olasiz. Keyingi modelimiz bu Kling modeli. Kling modeli o'zi 4K da birinchi bu sun'iy intellektda 4K formatda qiladigan modellardan biri. Bu orqali siz juda ham ko'p video qila olasiz. Masalan, bu yerda 150 tacha video qilsangiz bo'ladi taqriban. Va bu juda ham zo'r, oddiy motionli, oddiy animatsiyali videolar qilish uchun. Lekin buni bitta minus tomoni, bu gapira oladi, lekin o'zbek tilida gapira olmaydi. Shuning uchun buni eng yomon tomonlaridan biri, lekin arzon. Xo'p, yana bir modeldan biri bu Kling 3.0 Motion Control. Bu bizga juda ham hozir Instagramda ham trend bo'lib ketdi. Ya'ni odamlar o'zining yuzini boshqa odamni personaj yuziga qo'yib, gapirtirib qanaqadir trend olishyapti. Yomon tomoni, faqat siz face control uchun ishlata olasiz. Zo'r tomoni esa, qachonki siz unga reference rasm va video bersangiz, o'sha rasmga videoni qo'yib joylashtirib, o'sha odamning yuzini gapirtira oladi. Shu tomoni buni zo'r. Va siz bu orqali 50-65 ta videolar qila olasiz. Bu sizning o'sha videoning uzunligiga bog'liq. Keyingi legendarniy modellardan biri bu Google Veo 3.1 modeli. Bu modelning eng zo'r tomoni, ya'ni bu modelning eng zo'r tomoni o'zbeklar uchun, chunki bu o'zbek tilida bez aksent gapira oladi. Ya'ni aksent umuman bo'lmaydi o'zbekchada videolar qilsangiz. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz, o'sha trendda maymunlar gapiryapti, predmetlar gapiryapti, hammasi Veo 3.1 modelida qilingan. Sababi o'zbek tilida gapiradi va umuman aksenti yo'q. Buni yomon tomoni, bu juda qimmat. Juda qimmat va sifat ham bitta prompt, masalan, bir xil prompt bersangiz ham sifati bir xil chiqmaydi. Yomon chiqishi mumkin yoki yaxshi chiqishi mumkin. O'sha uchun siz test qilib uning ustiga ancha ishlashingiz kerak. Va yana bir ko'pchilik e'tibor qilmaydigan modellardan biri bu Kling O1 Edit modeli. Bu modelning eng zo'r tomoni, siz har qanaqa videoni edit qila olasiz. Masalan, deylik,
videoni o'zida qanaqadir bitta element tushib qolgan, siz yoki elementni almashtirmoqchisiz, o'shani o'zini mana shu Clean Over Edit orqali bemalol qilsangiz bo'ladi. Bu videoni umuman tushunadi, orqa fonlarni o'zgartira oladi, вообще zo'r ishlaydi. Clean Over Edit ko'pchilik bunga e'tibor qilmaydi, lekin bu juda ham zo'r sun'iy intellektlardan biri. Lekin bitta yomon tomoni, faqat siz unga video referens berasiz, o'sha videoni edit qiladi. Bu hech qanaqa video yaratmaydi. Xo'p, bu yerda boya aytib o'tganimdek, biz qilmoqchi bo'lgan narsa bu bizni personajni, ya'ni palovni, oshni gapirtirmoqchi bizni. Shuning uchun biz Google Veo 3.1 modelda foydalanamiz. Buning uchun men bu yerdan Google Veo 3 ni tanlayman, Google Veo ni tanlayman va Veo 3.1 ni originalni tanlayman. Fastni yoki Fast Relax emas. Chunki bu orqali ancha sifati tushib ketadi. Bu yerda bizda 3 xil option turibdi. Birinchisi bu text to video, ikkinchisi bu image to video va ingredients to video. Boya aytib o'tganimdek, biz uchun sifatli video yaratish prinsipi bu rasm orqali yaratish. Shuning uchun biz boya yuklab olgan rasmimizni bu yerga joylaymiz. Mana men rasmni yukladim. Endi esa bunga prompt berishim kerak. Men promptni ham o'zimga tayyorlab qo'ygan edim. O'sha prompt orqali bunga beraman. Xo'p, yuborishdan oldin siz o'ng tomondagi past qismdagi sozlamalarga ham e'tibor qilishingiz kerak. Bu yerda bizda qanaqa kachesida bo'lishi, ya'ni 4K dami, 1080 dami yoki 720 dami va o'shanga qarab turib, mana bu yerdagi pastdagi bizning tokenimiz ham o'zgaradi. Xo'p, men bu yerga boshqa rasm bilan ham qilib ko'rgandim. Ikki xil rasm berdim. Birinchisi bu yerda do'ppisi bor edi va xuddi o'sha promptni berdim va bu menga rezultatni chiqarib berdi. Keling, rezultatni birga ko'ramiz. Payshanba o'rtoqlaring bilan yeysan. Hech charchadimni bilmaysanmi? Invasion. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, emotsiya bilan bir xil gapiryapti. Ya'ni qovoqlarni uyapti, kulish kerak bo'ladigan joyda kulyapti, xafa bo'lgan joyda ham xafa bo'lyapti. Ya'ni emotsiya, ya'ni gap bilan emotsiyani bir xil olib boryapti. Va bu narsa sizning promptingizga juda ham e'tibor qiladi. Ya'ni agar sizning promptingizda o'sha haqida gap ketgan bo'lsa, ya'ni emotsiya bilan to'g'ri ishlash kerak, gaplar bilan to'g'ri ishlash kerak, aksent bo'lmasligi kerak degan gaplar bo'lsa, sizning videongiz ham xuddi shunaqa yaxshi sifatda chiqadi. Promptni esa siz o'zingizga moslab bemalol ChatGPT mi Cloud bilan chat qilib, o'zingizga moslab to'g'rilay olasiz. To'g'risini aytsam, promptlarni hech kim o'zi qo'lda yozmaydi. Siz o'sha chat orqali, sun'iy intellekt modellari orqali chat qilib, qachonki to'g'ri, yaxshi sifatli prompt darajasiga kelguncha prompt yozib, test qilib ishlashingiz kerak. Boya aytib o'tganimdek, agar prompt yozish uchun to'liq darslik kerak bo'ladigan bo'lsa, meni pullik kursimda, ya'ni pullik communityimda o'rganishingiz mumkin. U yerda ne только promptlar, ya'ni darsliklar bor, u yerda biz bemalol bir-birimiz bilan savol-javob qilishimiz mumkin va har haftalik kollar ham o'tkazib turaman. Agar video yoqqan bo'lsa, rahmat. Tomosha qilganingiz uchun like va podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.